Aka Namanganga kelgan bo'lsanglar, qulaydigan joyga boringlar. Juda eski joy. Namanganda bu joyda yaxshi bo'ladi. Biz ham o'zimizdan ko'p boramiz. Shu joyga bitta borib ko'ringlar. Borib ko'ramiz. Mana o'sha maqtashgan qulay degan joyga yetib keldik. Nechidir yildan beri ishlaydi deyishdi, lekin aniq necha yil ishlashlarini ko'pchilik bilmadi. Bilsanglar yozib ketinglar. Hozir ichlarini bitta-bitta ko'rsatib chiqamiz. Bu yoqdan patnis, qoshuv, vilkalarni olib, asosan mana masjiddan boshlanar ekan. Hamma narsani olib, sekin kassaga o'tilar ekan. Joylari o'zimizning bistro kafelar bo'ladi. Kelasizlar, mana nima kerak bo'lsa hammasini yig'ib terib ketaverar ekansizlar. Biz sal kech qolamiz. Bu yoqda ovqatlar taqlanib turar ekan, ovqatlar qolmabdi. Bitta shu tabaka ovqatimizda qolibdi faqat. Bu yoqda zavtrak bob narsalar, ichimliklar, qo'shimcha narsalar, shirinliklar, non, bu yog'i kassa. Mana bunaqa mevalar bor ekan, bitta olamiz. Non na Weber deydi. Qani hisoblilik nech pul bo'ldi? 53 ming. Mana shu narsalar hammasi. Bu yoqqa kelib yurganlar bo'lsa, o'zligisini xolis fikringizni kommentda qoldirib ketishsin. Bu videoni Namanganga kelib nima yeyishni bilmayotgan akalar bo'ladi. O'shalar bitta jo'natib qo'yinglar.